Nega hayot bunaqa? Nega odamlar bunchalik o'zgarib ketishdi? Shu paytgacha iloji boricha birovga yomonlik qilmadim. Begonaning haqqini yemadim. Halol bo'lishga, to'g'ri bo'lib yashashga harakat qildim. Hech kimni aldamadim. Menga ishonganlarga hech qachon xiyonat qilmadim. Yaxshi inson bo'lish uchun kun-tun mehnat qildim. Lekin nimagadir ba'zi bir insonlar buni tushunishmadi. Yo'limni to'sib qo'yib sindirmoqchi bo'lishdi. Qayerdadir qilgan xatoyim uchunmi yoki qaysidir gunohim uchunmi bugun menga bir narsa yetishmadi. Nima yetishmadi? Omad. Yo'q. Unaqa demagin. Bu senga yuborilgan bir sinov. Omadli bo'lganing uchun ham mana shu sinovlar kelyapti. Xudo suygan bandasini sinar ekan. Sen ko'p siqilma. Bu kunlar o'tib ketadi. Hammasi yaxshilikka mana ko'rasan. Sen bundan ham og'ir kunlarni yengib o'tding. Ishonaman, bularni ham yengib o'tasan. Xudo xolasa. Bu safar bo'lmasa, keyingi safar omad albatta sen tomonda bo'ladi, o'g'lim. Xudoyim onani duosini quruq qaytarmaydi hech qachon.